Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Figma darslarini boshlaymiz. Figma. Bungacha sizlar Photoshop, Illustrator bilan tanishgansizlar. Biz sizlar bilan hozir Figma darslarini boshlaymiz. Figmaga qanaqa kiradi, qanaqa ustunovka qiladi, uni ish oynasi, shu va unda qanaqa qilib dizayn qilish bilan tanishamiz xudo xolisa. Figma bu bizada figma.com saytiga kiradigan bo'lsanglar, sizlar ham xuddi shunaqa oyna ochiladi. Va endi agar inglizchani tushunsanglar, saytga kirib, qanaqa imkoniyatlar borligini kirib ko'rib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Bizni tezlashishimiz uchun Premiere Figmadan oldin u Photoshopga yoki Illustratorga o'xshab ustunovkalar ishlatilmaydi. Undan oldin siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak saytga kirib. Biz Get Started for Free ni bosamiz. Va Google orqali, ya'ni pochta orqali biza ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Men oldin o'zimga Gmail orqali ro'yxatdan o'tganim uchun men boshqa bitta yo'q bo'lgan Gmail orqali ro'yxatdan o'taman. Uning uchun kiritaman. Sizlar o'zingizlarning emailinglarni kiritasizlar. Pasport so'rayapti. Bunga taxminiy pasportni kiritishim kerak. Masalan save qo'yaman nomxonaga. Tayyor. Endi kirganingizdan keyin endi sizlarning emailingizga SMS borish kerak. Menda mana kelgan. Verify qilish uchun, ya'ni tasdiqlab olishingiz uchun o'zingizda shu aynan email siznikiligini. Bo'ldi. O'sha tasdiqlaganingizdan keyin avtomatik sizda Figmaga kiradi va shu oyna ochilishi kerak. Bu yerda ismingizni so'rayapti. Bu majburiy emas. Xohlaganini yozsangiz bo'ladi. Bu yerda sizlar o'zingizlar haqida personal proyekt nima uchun foydalanasiz deyapti. Personal proyekt dizayn. Agar yana kimdir tanishlaring bo'lsa chaqirgan deyapti. Biz shart emas, skip o'tkazib yuboramiz. Oldin o'sha Figma produktlarini ishlatganmisan deyapti. Yo'q. Biz uchun birinchi marta. Okay. Endi bizga tarifli plan chiqarib berdi. Starter, Professional, Organization. Bizda hozir starter tarifi biz uchun yetarli bo'ladi. Bu yerda biz o'rganib ishlashimiz uchun. Professional tarif bu ko'rayotgan bo'lsanglar, full paketni olsanglar $16. Organizatsiya $55. Biz uchun hozir starter tarifi bemalol yetadi. O'rganish uchun, ishlashimiz uchun ham yetadi bemalol. Okay, continue. What do you mean? Graphic design. Birinchi nima qilmoqchisan deyapti. Okay, finish. Tugatdi. Biz ro'yxatdan o'tishdi va Figmaga kirdi. Biz endi Figmani tanishtirishni boshlaydi. Back to file bossanglar, sizlarda ham xuddi shu oyna ochiladi. Bu xuddi sizlarning Photoshopingizda ochilgan birinchi marta Photoshopga kirganingizda sizlarning oldingi proyektingizlar turadigan va endi yangi anaqa layer ochadigan o'sha ekran deb tasavvur qilsangiz ham bo'ladi. Buni endi sal boshqacharoq. Hozir Photoshopga kirib taxminan ko'rsataman. Bu Photoshopdan sal farqli. Mana shu joyi xuddi shu joy deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bizda mana Untitled deb yangi proyekt ochilgan, shunga kiramiz. Figma Boost bilan tanishsanmi deyapti. Yo'q. Bu Figma Boost fayl ekan. Bu bizga kerakmas. Back to file qilamizda. Endi yangi proyekt olishimiz kerak. U uchun nima qilamiz? Mana bu dizaynni bossak ochiladi. Yo'kida Ctrl N ni bossak yengini ochiladi. Mana bizda endi birinchi marta kirganimiz uchun so'rayapti. What do you want to make today? Bugun nima qilishni xohlaysan deyapti. Shu veb-sayt qilasanmi? Desktop app qilasanmi? Mobile app qilasanmi deyapti. Bizga bu shart emas. Mana bu yerda bizda tayyor template dizayn shablonlari bor. Ularni keyin tanishib chiqamiz.
Hop, bizda mana Figma shu holatda ochiladi. Biz endi Figmada ro'yxatdan o'tdik. Endi ishlashni boshlasak bo'ladi. Bu faqat endi bizda bitta narsa, bu brauzerda turibdi bizda hozir. Mana brauzer orqali kirganmiz. Endi biz buni o'zimizning kompyuterimizga uстановка qilib olsak, yaxshiroq, qulayroq bo'ladi. Lekin siz xohlagan joyingizda, xohlagan kompyuteringizda o'zingiz o'sha brauzerga kirib, Figmaga kirib, o'zingiz emailingiz orqali ro'yxatdan o'tib kirsangiz, xuddi boshqa kompyuterda nima ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha kompyuterda yana o'sha narsalarni olib bemalol onlayn istalgan kompyuterdan ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari, siz boshqa bolalar bilan shu o'zingizni proyektingizni share qilish orqali shu bitta proyekt ustida bir nechta odam ishlashi mumkin bo'ladi. Ularni yana tushuntirib o'tib ketamiz keyinchalik. Hozir biz o'sha Figma programmasini sketchat qilib olishimiz kerak. U uchun biz mana Figma ikonkasini bosamiz. Open in desktop app, ya'ni bizda hozir desktop appimiz bo'lgani uchun shunaqa chiqyapti. Back to file qilamiz. Mana shu joyga qaytganimizda bizda mana sizlarni ismingiz turishi mumkin bo'ldi. Bir ta'lim turibdi bu yerda. Shuni bossanglar get desktop app bor. Shuni bosganingizdan keyin brauzerga o'taveradi va sketchat qilishni boshlaydi. Menda уже tayyor sketchat bo'lgan. Endi mana o'sha sketchat qilib uстановка qilganingizdan keyin Figmaga kirasizlar. Figmaga kirsanglar, sizlarda ham xuddi shu oyna ochilishi kerak. Ya'ni login with browser deyapti. Login with browser qilamiz. Brauzerimizda biz o'sha yangi ochgan Figmamiz tayyor turibdi. Shu uchun brauzer orqali ulanib oladi. Endi bo'ldi, уже ulanib bo'ldi. Open the desktop app qilamiz. Va bizda o'sha yangi programmasini ochadi. Bizda ochildi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana brauzerda ham Figmaga o'tamiz. Xuddi shu oyna. Appda ham xuddi shu oyna. Hamma narsasi bir xil. Ya'ni siz brauzerda ishlatasizmi yoki appda ishlatasizmi, uni farqi yo'q. Faqat appda, ya'ni kompyuterda programmasini ishlatishingiz siz uchun qulayroq bo'ladi. Bu ishlayotgan paytingizda internet kerak bo'lmaydi, lekin nimadirlarni qidirayotganingizda yoki ishingizni saqlanib qilish uchun, ishingiz o'sha qolishi uchun internet bo'lishi kerak. Shu uchun internetga ulanib ishlatsangiz ma'qul. Masalan, oxirida kompyuter yopib shunday chiqib ketsangiz, balki saqlanib bo'lmay qolishi mumkin. Shu uchun ehtimol internetni ulab qo'yganingiz yaxshi. Internet bilan ishlaydi, chunki onlayn bo'lgani uchun. Hop, mana biz bu yerda ko'rdik. Endi keyingi darsda biz o'sha Figmada ish oynalari bilan tanishib, o'sha dizayn qilishga boshlaymiz.